Rahmat domla. Shu o'rinda bitta savol bor. Islom tarixida birinchi fatvo bergan shaxs kim edi? Albatta bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. U kishi Alloh taolodan vahiy qabul qilib olishlari bilan o'zini ummatlariga yetkazganlar. Ya'ni Qur'oni Karimda qabul qilib vahiy sifatida odamlarga yetkazganlar va uni tushuntirib berganlar. Ochiqlab tushuntirib, o'shandan hosil bo'ladigan foydalar, ruhiy foydalar bo'lsin, fiqhiy foydalar bo'lsin, ularni ham tushuntirganlar. Odamlar tushunmagan narsalarni borib so'rashgan payg'ambarimiz alayhisalomdan. Aynan Qur'on, hadisga tegishli narsalarni ham so'rashgan va hayotlarida bo'layotgan muomala sababli paydo bo'ladigan oldi berdi, ijara, boshqa har xil mavzularda oila munosabatlari, taloq munosabatlari, meros munosabatlari bilan paydo bo'lgan savollarga avvalambor payg'ambarimiz alayhissalomga kelib yuzlanishgan. U kishi hayotlik chog'ida u kishidan olishgan javobni albatta. Mabodo bir o'sha shahardan chiqib ketgan paytlari boshqa sahobiylarning ulug'laridan, onalarimizdan so'rashmagan bo'lsa, albatta payg'ambarimiz alayhissalomdan so'ralgan har bir bo'lgan voqea. Demak, shu islom ummatida birinchi mana fatvo berishni yo'lga qo'ygan, shuni tartibini o'rgatgan, odobini o'rgatgan payg'ambarimiz alayhissalom bo'ladilar. Va u kishini keyin ulamolar, u kishini izdoshlari mana shu vazifani davom ettirib kelyapti. Hozirgacha bu ish davom etyapti, alhamdulillah. Payg'ambarimiz alayhissalom davridan keyin demak sahoba ikromlar, tobiinlar, taba tobiinlar, Mujtahidlar, hozir endi ulamolar jamoasi bu ishni bajaradi.